Yanımda bak. Tahir qıtırğın ha balam. Her günü Beijing vakti düştün burun saat 12'de, Ürümçi vakti saat 10'da, Beijing vakti kes saat 11'de, Ürümçi vakti kes saat 9'da, Çöçek Dünyası programısı da senin telefonunu çokum orundap bermem qoza. Buldum mu? Kaçan vakti kuşa? Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халық радио станциясының Бейжіңден беріп атқан программасы. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbay oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbeydirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma. O'zini kaplarni tepib, minsni chuvatmasam, oy Muhammad degan itimni yo'lga bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Niyoz Hekinbek sal hayron bo'ldi va mundaq dedi. Darvish? Nima darvishlarkan u? Bu yerga kelib ta'turlik qiladigan. Ya bu yer mazar mashoyix bo'lmasa, ya nazir chiroq zorihatmi o'tkazmagan tursak. Taqsir, bu tarafni men uqmadim. Ishqilib, ular atigandili kelishgan. Hokimbek biz bilan ko'rishsin, deydigan zarur gapimiz bor edi. Hokimbek yuz ko'rsatmaguncha bu yerdan ketmaymiz. Darvoza oldida tunaymiz deyotdi. Necha odamkan? 20 cha chiqar taqsir. Niyoz Hekinbek sallilik beshini gildinglatib, yana 7-8 qadamcha moqdi. Bog' demiga yetib boray degandila, ondan tuyuqsiz keyniga burilib, agishib kelayotgan yasovul beshiga buyruq qildi. O darvishlarni esil mehmonxonaga boshlanglar. Qat-muqat ko'rib kishay selinglar. Darvishlarni esil mehmonxonaga boshlaymizmi? Hokimbekning gapiga hayron bo'lgan yasovul beshi o'sha ishga ig'iz so'zni takrorlaganicha bog'dan chiqib ketdi. Darvishlar ishki divonga echiladigan cho'ng mehmonxonaga do'pirlashib kirib keldi va cho'ruq keshlari bilanla gilam ustiga chiqib, tom bo'ylab silingan bulutdek yumshoq ko'rpalardan o'rin elishdi. Sapoyilarni po'tsiga qistirib qo'yib, kerilib o'ltirishdi. Odatda endi Paran savdogarlari, muhim hukumat amaldorlari va esilzoda mehmonlar kutiladigan bu mehmonxona bugun yamoqjanda kirlashgan quloq kiygan. To'pig'i puchilinib o'ginib ketgan darvishlarning kulki chaqchaqlari bilan burunqi surini yo'qotdi. Assalomu alaykum hurmatli otalar. Niyoz Hekinbek mehmonxonaga egilib tukilib kirib keldi va darvishlar bilan birma-bir qo'l elishib ko'rishib chiqqandan keyin dasturxonchiga ishorat qildi. Mulozimlar o'rda dasturxonchisining ko'rsatmasi bilan uzun-uzun gullik dasturxonlarni darvishlarning oldiga yeyib, qand gezak, asal, murabba, gulqand, meva-cheva, singib pishgan yog'liq to'qach, dasta-dasta kokchilarni tizivatdi. Orqadanla nafis chinilarda novat silingan choy tutdi. Chiroyidan kulgi yig'ib turgan Niyoz Hekinbek o'rnidan dast turdida, ikki qo'lini kang yeyib, ko'zlari bilan dasturxonga ishorat qilib, "Qani muhtaram avliyolarimiz, choyga beqisizlar. Bugun namoz bomdoddan burun bak obdan bir tush ko'rgan ekanman. Tushimda
Peqirning yakan diyorda olamdan o'tgan muborak padari Said Eshon G'ozi janoblari paydo bo'lib, bugun Ko'lbanga shundoq mehmonlar keludiki, ular Allohga eng yaqin, duoyi ijobat azizlardir. Bu mehmonlarga muhabbatli Ko'lbangning to'ridan o'rin-da. Emitingning barakati bilan dasturxon silib, roziligini va duosini oldigudek. Ko'rib turibdimanki, ishon badarim bishorat bergan mehmonlar dal har qaysidir ekanlar. To'gi suyibmi chillab kelgili bo'lmaydigan farishta sifat otalarimiz bugun Allohning qudratida o'z oyoqlari bilan kelishibdilar. Muborak jamollarini ko'rib, ko'nglim boshqacha ko'tarilib qoldi. Qani, g'am bosgan Ko'lbamni jonlantirib, tortilmay elishsizlar. Niyaz Hekimbek o'z otasi Said Eshon G'ozi janoblarining nomini eg'izga olganda, kepak darvishning badallari birdilib kelishib ketdi. Sangilib turgan qapoqlari ostidagi o'ychan ko'zlari yo'g'on echildi. Qo'shilmasida paydo bo'lgan 3 yo'l quruq birdilla g'oyib bo'ldi. Uzun mo'yliq ko'tmak qoshlarining quyruqi yuqori ko'tarildi. Quloq tubidagi qo'rilib mo'nak bo'lib ketgan muskulsiz terilar tortishib lekildab ketdi. Bo'g'zidan etilib chiqayotgan kuchli havo eqimini to'sib olmoqchi bo'lgandek, chimildagi uzilgan suv olqini bilan og'zini to'sib oldida past ovozda yo'tilib qo'ydi. Kepak darvish o'zining paxolga cho'q tashlagandek bir ish qilib qo'yganini sezganda bakli kechikkan edi. Amrihlari yer olgan suvdek davrab ketgan bo'lsa, ularni bu xatarlik yo'ldan to'sib qilishga amalsiz qoldi. Ko'rsatgan sabablari, to'qib chiqqan bahonalari shiddatlik sal suyiga to'g'ri kelib qolgan kichik to'smadaklar hech nimaga dal bo'la olmadi. Salni to'sishga haddidan ziyoda o'zini urishmu, salga qo'shilib billa eqishmu uning uchun o'xshashli ziyonliq edi. Ilojsiz qolgan darvish oxir keyingi yo'lni tanlashga majbur bo'ldi va amrohlarga qo'shilib bagning oldig'icha keldi. Uning xavotirlanadigan ishi bor edi. Biri, darvishlar Niyoz Hekimbekning o'g'isini qoyintib qo'yib, biror peshkanlikka uchrab qolsa, uning sababkori dal o'zi bo'lib chiqadi. Yana birini hozircha hech kimga aytqilib bo'lmaydi. Niyoz Hekimbek o'zi biladigan takalluf so'zlarning hammasini aytib tugatdi. O'ri turi verib oyoqlari taldi. Kulimsiraverib yuz nervlari behush bo'ldi. Lekin darvishlar tatliq turumlarni bir yoqqa surib qo'yib, nozu ne'matlarga ko'z qirini musilib qo'ymadi. Go'shlik polo va petermont keltirildi. O'xshagan taomlarning mazali hidi mehmonxonani bir oldi. Ammo mehmonlar ko'nglik yaktaklarining peshi bilan yuz ko'zlarini yalpib, xuddi nazar ustun boyvachilardek o'ltiraverdi. Niyoz Hekimbek yana bir qitim takalluf qilishga majbur bo'ldi. Darvish otalarim, g'izo suvib kelyotdi. Polodan bo'lsa-mu bir kapam ilishgan bo'lsa-la, beshim osmonga taqashgan bo'ladi. Darvishlar nemishqidur jimqur bo'lib qolgan kepak darvishga ostirtdan qarab qo'yadi. Beshi to'p ichidan oran chiqib turgan kepak darvish amrohlarining bunda qarishining nima ma'nini uqtirdiganligini aniq tushungachgami, ularning nazaridan hadab o'zini qochiradi. Ko'zlarining uchirishib kelishidan qo'rqadi. Odatda hech kimga gap bermaydigan kepak darvishdan bugun no'qsig'imi sada chiqmayotganiga ajablangan soqolliq darvish uningga qarab yavatgudek birini olib oldida oradagi jimjitlikni buzdi. Hokimbek janoblari, ayibki buyuramizlar. Qo'rsiqimiz to'q desak, yolg'on gap qilgan bo'lamiz. Qo'rsiqimizning ochliqi och. Shug'inisi o'zlari oldida kichkina hijolatchiligimiz bor edi. Shu vajidan gelimizdan g'izo o'tmayotdi, dedi u gapni agitib. Darvishlar toza qamlashtirdi degandek bir-biriga qarashib oldi. Soqolliq darvishning gapining tegidi gap borligini to'yib turgan Niyoz Hekimbek birdili kulimsirdi. Peqir yurt ko'ygan, beshimdan issiq sovuq o'tgan, kan qursoq, apuchan odamman. Hijolat bo'lganlarni hijolatdan xalos qilish qo'limdan kelmasa, olti baglik bu yurtga Hokimbek bo'lib nima qilaman? Qani, hijolat bo'lishtirning vajini bilishga mumkin bo'larmikin? DVD soqolliq darvish hayyorlarcha kulib qo'yib so'zini ulidi va mundaq dedi. O'zlari kan qursoq,
Apuchan odam bo'lgandan keyin gapni ochiqli davray. Ba'zilar yurt xarob bo'lyotdi. Puhra qahatchilikdan o'lyotdi. Hokimbekning puhra bilan kori bo'lmayotdi desa, butunlay ishinib ketibdik. Mana bugun ko'rib turibdimiz. Oldimizga cho'ng dasturxon yeyib, noz nimat bilan to'ldirib etdilar. Adab bilan takallub qildilar. Buningga qarab, o'zlarining ular aytgandek piqsiq, oshko'z odam emasliklarini tushundik. Boshqalarning o'sak gaplariga ishinib, o'zlariga xato baho berib qo'yganimiz uchun afsuslanyapmiz. Hijolatchiligimizning vaji mana shu begim. Mehmonxonada yenik shovqin ko'tarildi. Kimdir biri barkali to'liratdi. Kimdir bosh miltiqini chiqarib, o'zining gapdorligiga o'zi hayron bo'lib, kulimsirab turgan soqolliq darvishga ko'rsatib qo'ydi. Niyoz Hekimbek bir hoza danqaytib turib qolgandan keyin to'satdan hoshini topgandek bo'ldi. Durust, tamamen durust. Peqir o'zlari aytgandek, mard, sehiy odamman. Puhradan hech narsani ayamayman. Shug'inisi qo'l ostindagi ba'zi mingbeshilar, baglar. Niyoz Hekimbekning qasdan quruq harvi so'rayotganini sezib qolgan soqolliq darvish unda qozonga mundaq cho'mish degandek yopti gap bilan hujumga o'tdi. Kim pishiq ishandoq. Rasululloh sehiy odam kalla. Chatoqning hammasi oshu mingbeshi, bag, to'qsabo degan la'natlarda. Ular puhralarning holini o'z ayni ma'lum qilgan bo'lsa, o'zlari o'rda yinidagi ikki omborni ichib, puhraga osh uzuq bergan bo'ladilar. To'g'ri dedimmi, begim? Dedi intoyin tabiiy talaffuz bilan. Yana bir darvish uning gapini to'liqlab mundaq dedi. Begim u jazman shundoq qiladi. Shug'inisi ular ikki omborda liq osh borligini begimga demagan gap. Shundaqmi, begim? Shundaq. Hey, oshu odamlarni qora bosqandek tarlab ketgan Niyoz Hekimbekning tili birdilla qalvolishishga boshladi. Yirtqichdan qo'rqqandek titrab, ko'zlarini darvishlardan ap qochdi. Shu orada eliqi soqolliq darvish yana qistab keldi. Taqsir, biz degan-ku, Xudoning berganiga shukr qanoat qilib yashayverdigan haq. Lekin necha ming puhra ochzorlikda qoqshavotdi. Uy makonlar, terilg'u yerlar egisiz, qaroqsiz qilyotdi. Iltimosimiz shuki, heliqidek beparvo baglarni oldilariga hozir qilib, puhraga osh uzuq tarqitib berishga farmon tushirgan bo'lsalar, biz xotirjam bo'lib, nozu ne'matlarga qo'l uzatsak. Niyoz Hekimbek mahramlarni buyurib divan begini Mirzabeshini chaqirdi. Sizlar lamzalilar, puhraning qiynalayotganini nimishqa menga ma'lum qilmadinglar? Beringlar. Ambarni ichib, oshlarni osh qolgan puhralarga loyiqida taqsim qilib beringlar. Niyoz Hekimbekning zamonida qo'rsqimiz osh qoldi degan gap ikkinchi qulog'imga kirmasin, deb varqirdi Pokandek esilib. Darvishlar xuddi maslahatlashib olgandek dasturxonga tangli qo'l uzatishdi. To'yg'uchi g'izolanib bo'lgandan keyin tegishlik in'om elib, omborning echilmaganligini ko'rib kelish uchun yurib ketdi. Darvishlarni darvoza to'yigacha uzatib chiqqan Niyoz Hekimbek ular bilan xo'shlashdi-da, qaytib kiribla o'rda mansabdorlarni ichkarki divonga jam qilib, ularga nimalarnidir topshirdi. 15-bob tun nisbidagi o't. Qahatchilikning mudhish changilida jon tolishayotgan xo'talliklar umid osmonining noma'lum bir burchikida kichkina yo'riqlikni ko'rib, osta-osta jonlanishga boshladi. So'lg'un chiroyi echilib, totarg'an mag'ziga qon yugurdi. Yosh deg'i qaytib qolgan ko'zida bo'lsa, kulki alomatlari paydo bo'ldi. Egilgan ballar uruslanib, qadamlariga to'r qitildi. Cho'ng qatliamdan keyinki bu tunji yaxshi alomatlar 4-5 kunlik to'qliqdan keyinla ro'y bermoqda edi. O'zini tadbirlik chog'lagan Niyoz Hekimbek ishchi oldiga sapoyi qiqib kelgan bir to'p darvishni don tamasida kelgan bir to'p qushqoch deb bildi va bu qushqochlarga yoshirin qopqon qurdi. Arzimas badal hisobiga ularni rosa obdan to'ydirib, puxodin chiqudek sayirtib olmoqchi va bularning tili orqali o'zining puqroparvar, saxovatchi degan nomini oyig'i yetganligi yurtlargacha tarqatmoqchi bo'lgan edi. Afsus.
u darvishlarga to'zaq qurayotganda o'ylamagan yerdan o'zi to'zaqqa tushib qoldi. U bu jon olg'uchi to'zaqdan bir hayvi bilan qutulganmi bo'lar edi. Biroq oshkora qattiqqo'llik qilish uningga tirnoqchilik foyda akelmaydi. Hatto inovati yerga urilib, to'pi bilan tang qiqilib ketdi. Bo'libmi darvishlar bilan yoqilishish qaynab turgan qozonga qo'l tiqqandekli bir ish edi. Niyaz Hekimbek dardini ichiga yutib, g'azab shamshirini qayta qiniga selivatdi. Yuzidagi oxirgi bir qot chumbardini elib tashlashdan hazar ayladi. To'rni kang yeyib, beliqning cho'ngini tutish qaroriga kelib, ombor darvozasini ulug' echivatdi. Darvishlarning nazoratida echilgan ikki cho'ng ombor 3 kungacha ochiq turdi. Yaqin yezi qishloqlar xuddi yilda bir keladigan oyam kunida qizib ketdi. Oyig'i chaqqan darvishlarning yurt-yurt yurib tarqatgan xush xabari minglagan, 10 minglagan och hojatmanlarni ombor oldiga boshlab keldi. Jon beshiga bo'lib berildigan yarim chorakdan qo'noqni uylarga to'shib ketayotgan oldirash odamlar shahar ko'chalariga to'lib ketdi. Podshohlik ombordan berilgan ozg'ina oshliqni ajoyib cho'ng ishtaha bilan yeyotgan kishilar duosining beshini karamlik Allohga, oxirini qo'li keng zamon hokimlariga atashdi. Demak, uzoqqa davom qilolmaydigan bu mo'lchilikni Allohning va Hokimbekning himmati deb bilishdi. Qodir Alloh 7 iqlim jamoasini operida qilib, ularga mijoz xuluq taqsim qilganda, xo'tanliklarga shundoq sodda, shundoq tuz bir mijozni baxsh etgan ediki, ular bu kun, bu soatlarda 2-3 yil burun mushu ochliq uchun o'zlarining zimiston qish va tomuz oylarida qanchalik ter to'kib, qanchalik riyozat chekkanligini unutib qolgan edi. Buni Rahimdil hokimning sehiylarcha in'omi deb tushunadi. Ahvol shundoq ekan, mushu to'qchilik uchun Hokimbek bilan jinini olqiniga elib qo'yib zakonlashgan. Qilich ustidan aqlning kuchi bilan g'olib kelgan bechora darvishlarga bir piyola issiq choy qo'yib, rahmatini izhor qiladigan o'g'il bolaning chiqmaganligidanmi xafa bo'lg'ili bo'lmaydi. Dog' bo'rini taxit, qulohini toj biladigan. Qoqchilik luqma bergan sehiydan olamni bergandek xushal bo'ladigan. Olamchilik yaxshilik uchun biror tal teriq ta'ma qilmaydigan darvishlar o'z xizmatini o'zgalarga davron solmadi. Faqat bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan jonlarga modar kirganini, ularning ko'kirib ketgan qo'noqni ko'zlarga surtganini, qozonda qaynayotgan toshqa talmirib uxlab qolgan sabilarning zohirini qand shumirgandek sho'rayotganini ko'rib, ko'zlariga yosh elib bir chetda qarab turishdi. Gugum tushib, o'g'si-o'g'silardan ko'kishtin o'rlab, qozonlardan ho'l ko'tarilganda, taqdir chechivatgan nasibasining mingdan birini tepib yeyalaydigan o'sha bir to'p darvishlar Allohning nomini zikr qilganicha Lochin ota mozoriga yetib kelishdi. Gulxon yiqib, islashib, qora toshga o'xshab qolgan ko'nimiz chaynaklarni qo'qos ustiga qo'ydi. Ular xurjullardagi qaytib ketgan zohirlarni yumshtalig'idek suv qaynatib elish uchun gulxon yoqqan edi. Yo'l to'pisidan terib kelgan xosiyatli quruq tamashlar yog' to'ykandekla lavildab ko'yiyotdi. Yilon tilidek to'lg'anayotgan yolqin taptida darvishlarning ko'zlari gulxondagi cho'g'dek chaqnab, yuzlari qizil sho'lig'i pirkilatdi. Payon yo'q qorong'ulik ichida xuddi kun tuqqandek paydo bo'lgan bu o't shari kuchli havo iqimi bilan qo'shilib, osmonga o'rlab, qora qafasdek esilib turgan bo'shliqcha tutishatdi. Yolqin uchidan ayrilib chiqqan quyuq tutun atrofda bir oz laylab yuratdi-da, qorong'ulik ichiga o'zini otadi. Xotin puhralarining o'tmishi, mungzari va kulkisiga asrlardan beri guvoh bo'lib kelgan Lochin ota mozori gulxon yo'riqida andil uyqudan uyg'ongan botirning yuzidek yo'rib turadi. Mozorning agim ishiklari, xonalari ustidan cho'qchaygan yeshil kohishliq gumbaz osmonni tirab turgan bahayvat to'rikdek surlik ko'rinadi. Qabr ustiga tiklangan shaddillar, tug' alamlar, to'lumlarning ko'pligidan butkul mozori g'uchida chechaklagan, biroqdan o'sgan qiyri ozg'in darxiga o'xshaydi.
Yolg'un shoxlariga esilgan rangdor raxt parchalari kecha shamolida xuddi jangoqdagi alamdek lapildaydi. Suv qaynadi, nonmu yumshadi. Darvishlar ko'msaklardagi o'pkadek esilib, boshqacha tamkirib qolgan zag'rini mazza qilib yeyishdi. Ba'zilari tog' yerilgandek kekirib oldi. Burutlarni talab, soqollarini silab, Allohning bu mo'l ne'matiga shukr qanoatlar bildirishdi. Choydan keyin darvishlar mozorni yarim doira aylanib oqadigan cho'ng o'stangda taraf yengilab, mozor saynasida tilovatga o'ltirdi. Tilovatda har kim o'zining duo talablari bilan mashg'ul bo'ldi. Mushu bir hafta ichida ular elchi tavasidagi Imomi Kozim, Imomi Abdar, Imomi Osim mozorlarini tavob qilib yurib, lochin otini seg'inib, bu bir kechani tunakda o'tkazmoqchi bo'lishgan edi. Tun tangdan oshqanda xotin talaffuzida so'zlaydigan heliqi darvish suv darvozasi tarafga qo'lini chinidi va to'livatdi. Voy, qaranglar, o tarafga o't ketganda yurib ketdi-ya. Darvishlar tilovatini to'xtatib shahar tarafga qarashdi. Ufuqning bir parchasining qon to'kilganda qizirib ketganligini ko'ribla, mozor yuzidan egizrak bo'lgan tuzlanlikka qarab yugurishdi. Taxminan suv darvozasiga yaqin bir joyning bir parcha osmoni xuddi kunduzdagidek yo'rib ketgan. Tun qorong'usida osonlikcha ko'zga chiliqmaydigan bulutlarmu shalpardek qizargan edi. Yo'rib ketgan bu bir parcha osmonda goh kuchayib, goh ojizlab turadigan qizg'ush sho'lidan o'zga birormi yulduz ko'rinmaydi. Tova, bu nima alomatdir? Dumchakra kelgan bir darvish yoqisini tishliginicha durut o'qishga boshladi. Yana bir darvish, "Nim bo'ladi? O't ketibdi, o't", dedi parvozsiz holda. "Qaranglar, bu o't bizning Qalandarxonning atrofida kuyayotgandek qiladi. Toshlar mahallasida biror uyga o't ketgan bo'lsa, bu o't ayol o'tmay Qalandarxoniga tutishidi jumi." Soqolliq darvish o't yo'riqi ko'rinayotgan tarafni uzoq kuzatgandan keyin texmi qo'rqinchliroq hukm chiqardi. Ba'zilar bu hukmga qo'shildi. Ba'zilari o'zi bilgancha bir nimalarni deb bu hukmni rad qilishdi. Qaysidir bir darvish keskin e'tiroz bildirib, "Og'zinglarni eshitmanglar, og'inilar. O't udul kelib, bizning ochiq Qalandarxonimizga tutishami? Alloh bizdek beqo'l bandisini hargiz makonsiz qo'ymaydi." Xotin talaffuzida so'zlaydigan darvish murojaat ohangida, "Birodarlar, oq yerda tugman talashmay, berib qarab boqili. Olimodas biror nomratning uyiga o't ketgan bo'lsa, qoboqlarimizni suv to'shib bo'lsa-mu o'chirish beramiz. Bumi bir savoblik ishda, shundaqmi?" Oxirgi darvishning oqilona murojaati hammalarga xo'p keldi. Ular xurjun qochilarini olmon-talmon yig'ishtirib, o't sho'lisi ko'ringan tarafga qarab yugurishdi. Soqolliq darvishning farzi to'g'ri bo'lib chiqdi. O't ketgan yer biror bagning sarayimi emas va yoki biror nomratning uyimi emas. Dal Qalandarxonining o'zi edi. Darvishlar hozirab o'midab yetib kelganda, kelib ketar darvishlarga va ojiz o'riqlarga 3 yildan beri panohlik berib, beshini qor yomg'ir ko'rsatmagan bu illiq makon kuyib bo'lay degan edi. Tixi tunugilla ravrush turgan tomlar amdi o't is bilan qoriyib, kuyib ketgan ko'metga o'xshab qolgan edi. Darvishlar yetib qo'padigan dahlizning u yer bu yerida dövi cho'g' yilinjaydi. Kuyib chuchuli bo'lib ketgan limlardan quyuq o'rlaydi. Cho'gin qapoq, suvga chilak ko'tirishgan bir muncha odamlar Qalandarxonini qutuldirib qololmaganiga qijil bo'lgandek, qir beshida beshini singilatib qarab turishadi. Qo'shni uylarning o'gizlarimi sanjoq-sanjoq odamlar bilan to'shib ketgan edi. Darvishlar ko'zni yumib ochquchi yuz bergan bu muallaq ofatdan hayron bo'lishib, bir-biriga qarashib qoldi. Bu jimjitlikni heliqi dumchak darvish buzdi. "Elimo oldi bilan Allohga, andin qolsa lochin otamga shukr deyli. Alloh lochin otamga bu ofatdan bishorat bergachkila, u buzrukvorimiz bizni ofat og'zidan tortib olib, o'z yiniga chillab tikan. Mubodo bugun kecha yana mushi yerda tunagan bo'lsak, nima bo'lib ketar edi-qa?" Darvishlar ovozsiz faryod uratdi. O't Qalandarxonini emas, balki ularning yuragini kuydirmoqda edi.
Dumchak darvishning shukr qanoat bilan sug'urilgan bu gapi darvishlarning sungan, umidsizlangan ko'ngliga oz to'la tasalli bergan bo'lsa-mu, lekin bir kunlik chigish yebqa o'xshaydigan bir godirma savol Qalandarxonining quyuq tutunidek ularning qalbisida agibli yuratdi. O't tugul, chirog'mi yiqilmagan. 4 pulg'i chog'liq besoti bu yig'oni imoratga nima sababdan o't ketdi? Bu obat yo boyning, yo bexilning beshig'i kelmay, nima deb bizdek uy makonsiz musofirlarning beshig'i keladi? Taqdirni ranjitgudak nima qilgan bo'g'iydiq? Darvishlar Qalandarxoni xarobiligiga qarab, meyit nomizida turgandek o'ri turaverdi. Ba'zilarining ko'zlariga lip-miliq yosh to'ldi. Ba'zilari ko'zini ching yumib oldi. O't o'chirgili va tomosha ko'rgili kelgan kishilar o'zi buzib etilgan qushdek makonsiz qolgan bechora darvishlarga ich og'ritqach bir ishkidan qaytib ketishdi. Dal shu chog'da poypaslab yetib kelgan kepak darvish bilan uni yo'layotgan Oy Muhammad darvishlar oldida paydo bo'lib qoldi. Kepak darvish Yor Muhammadning tuproq beshig'i Qur'on tilovat qilg'ili ketib qilib, hamrohlarining Lochin ota mozaridagi duo takbirga qatnasha olmagan. Olamning yerimini degudek qizartib o't yo'riqidan tashvishlangani uchun Qur'onni qo'ltiqiga qisibla udul mush yerga kelgan edi. U Qalandarxonidagi bir do'vi qo'qasni ko'ribla birpas qaytib qoldi. Orqadilla hamrohlariga salom berdi. Motam tutqandek ig'ir kayfiyatda turgan darvishlar nemish quduri uning salomini elik olmadi. Ko'rsimu ko'rmaska selib, o'nglatib turib dimig'ini qoqdi. Ish mundaqkanda degandek bir-biriga ma'nilik qarashib oldi. Faqat munofiqlarga qilinadigan bundaq so'q muomalani har olgan kepak darvish yuragiga tiq tekkandekla azoblandi va Birodarlar, musulmon qoidasini unutib qoldinglarmi nima? Salomimni elik olmaysizlar-ku, dedi ochiq qoralash. Kepak darvish hamrohlarini cho'qqisidan topinig'icha ko'rsatib chiqdi va so'zini davom qilib mundaq dedi. Tilinglarga jarohat chiqib qoldimi? Og'zinglar choplashib qoldimi ya? Odamni to'la taqozo qilmay, Qalandarxoniga nim bo'lib o'tchatgini deb bersanglar-chi? Darvishlar yana zuvan surmadi. O'qib bekor ketgan Boturdek terikib, bo'g'ilib ketayotgan kepak darvishdan zerikdimu, eliqi dumchak darvish eg'iz echishga majbur bo'ldi. Xusallikni ajabmi o'xshatdilar. Qalandarxoniga nim bo'lganligini bilib turib, ro'chimda ko'zimizga kirib olganlari nemisi endi? Devidi kepak darvish og'zini echib donq etib turib qoldi va qaytirmalab so'radi. Nima dedilar, birodar? Bu gaplarni yana bir deb baqsizlar? Kepak darvishning javobsiz qolgan bu savoliga soqolliq darvish yirginch nazar bilan qarab turib javob berdi. Quloqlarini qiqib etib turib anglasizlar, kepak darvish. O'zlarini xo'tanlikman desilar, xo'tanning qaysi yeridan deb so'ramagan gunoh bizda. Ammo biz imonlarga, soqollarga hurmat qilib, oramizdan o'rin berdik. Lekin sizlar nima qildilar, ha? Niyoz Hekimbek bilan so'kollishimiz desak, oldimizni to'sdilar. Uning oldiga berib edik, ishdan qo'rqqan kirpik tugilib oldilar. Buning mayli dedik. So'rab baqayliki, Qalandarxoniga kimning o't qo'yganini, Hokimbekning yurtdishi bo'lgan sizlar bilmasizlar, ya'ni kim biladi? To'pimizdan ayrilgan odam o't qo'ymasa, kim o't qo'yadi? Hay! Hayvonning olisi tishida, odamning olisi ishida degan gap rostkinchimi? Kepak darvishning o'zoyidagi jimiy qon birdilla chekisiga tepdi. Yuragi muchildi. Quloqlari g'o'ng'ildab, ko'z oldi qorong'ulashdi. Titrab turgan kolpukini tasta yerib mundaq dedi. Tuhmat! Qur'on quchoqlab turib qasam qilamanki, bundaq gunohli ishdan zinhor xabarim yo'q. Sizlar menga tuhmat qilyapsizlar. Tuhmat! Kepak darvish faqat shuni deyaladi. Yuragining tag-tagidan etilib chiqqan g'azab volqoni uning shamshardek o'tkir tilini mahkam bog'lab oldi. Yer osmon o'ng ta'tir bo'ldi. Bazgakdek titrab turib, qo'llarini kang yoydi va osmonga qarab, Xudo, g'aflatda qolgan bandalarimning dilida haqni oshkora qilsangchi, deb echinishliq iltijo qildi-da, o'q tekkan kiyikdek santirilib, kul ustiga yiqilib tushdi. Vaqt to'xtab qoldimikin yo sezgisini yo'qotdimikin, u bir kamda ko'zini ochdi. O'zini Oy Muhammadning quchqida ko'rdi.
Niyaz Hekimbekning oldiga ochliq da'vosi qilib borgandan beri hamrohlari uningdan gumonlanib yuradi. Sagik darvishmi ularning ko'zidan qo'rqinchli shubi uchqunlarini bayqab qolgan edi. Xufiyona pichirlashlari qo'liqiga kirib qolganda bo'lsa, qandoqdir bir yoshirin kelishmaslikning o'ziga tikilib turganligini tuygan edi. Har qitimliq namozida Xudodan quruq so'z, quruq tuhmatdan saqlashni murojaat qilib, talay qitimlab yosh to'kkan edi. Kepak darvish reallikqa oylanishni zoda xohlamaydigan tasavvuridagi ish oxiri yuz bergan. Buningga qalandarxonaga o't ketish voqeasi tuturuq bo'lib bergan edi. Rost, u hamrohlarining qalandarxonaga kimlardir qasdan o't qo'yib bergan degan gumoniga qo'shiladi. U ablahning kim ekanligini yuraklik holda pamligalaydi. Biroq shu qora niyat odamni xalq olam oldida rasvoy jahon qilmoqcha o'zini oqlab ketolmaydiganligini xeyli obdan tushunadi. Shunga u Oy Muhammadning tasallisiga javoban taqdirning qismatiga al-hukmillah demay iloj yo'q. O'g'lim, jon tandi bo'lsa, Xudoning kuni texi uzun. Dedi-da, balvig'ni chingitib elib Oy Muhammadlarnikiga yurib ketdi. 16-bob Darvishning dardi. Kepak darvish kitobdan beshini ko'tardi. O'ylada qozon qilibini siliqlab o'ltirgan Oy Muhammaddan tuyuqsiz so'rab qoldi. O'g'lim, darvish otangga ishonamsan? Oy Muhammad qo'lidagi ishni to'xtatdi. Darvishning bundoq bosh oyog'i yo'q savolni so'raganligiga sal hayron bo'lgan holda levini tishlab ozroq o'ylanib oldi-da, darvishning oldiga keldi va kulimsirab turib, "Darvish ota, meni yod ko'rganda gap qildinglar-ku." Devidi darvish kitobni yetib qo'yib, Oy Muhammad tarafga surilib, "O'g'lim, oldi bilan savolimga javob ber," dedi o'tinish ohangda. "Ishonaman darvish ota. Sizga dadamga ishongandek ishonaman. Yolg'on so'zlamayotgansan o'g'lim." Oy Muhammadning kepak darvish bilan birga bo'ladigan chog'lari ko'p bo'ladi. Lekin choyxonada tunishgan o'sha kundan beri uning o'zini sirliq tepishmoqlar dunyosiga boshlab kirishi texi tunji qitimliq ish edi. Oy Muhammad otam deb yurgan darvishning o'zini to hozirgacha tushunmay yurganiga ko'ngli bir qismi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u darvishdan qilcha og'rinmadi. Aksicha uning savoliga ochiq ko'ngillik bilan javob berdi. "Yolg'on so'zlasam, qor yuz bo'lmamdiman ota. Gapimning rostligiga imonim kepil," dedi uning tizini tutib turib. Bar zehnini quloqlarga jam qilib javob kutayotgan kepak darvishning chiroyiga xotirjamlik tabassumi o'lashdi. Avval aralash cho'ngtin elib oldi-da, jiddiylashgan muskullarini ixtiyoriga qo'yib-etdi. Oy Muhammad takchidan bir bog'lam tarsha gungurt elib, uningdan bir tal chichiq yirib oldi. O'choqdagi cho'g'ni cho'qchilab, gungurtni cho'qqa yoqdi. Tarsha gungurt beshig'i milangan nepiz gungurt mejida erib, zumratda ko'k uchqunga aylandi. Erigan gungurtdan o'rlagan o'tkir puroq uy ichini bir elib, ularning dimig'ini etishtirib-etdi. Oy Muhammad mo'ri beshidagi cho'yin chiroqqa o't yiqib bo'lib, to'lib kuyib tugamagan gungurt chichiqini po'lab o'chirdi-da, chiroqni darvishning oldiga qo'yib qo'ydi. Darvish rozimanlik bilan boshlangishdi. Qaramoqqa u bu dunyoning parog'ididan, g'am andisha, hasrat nadomatidan chetda turgandek ko'rinsa-mu, ammo qalbining cho'nqur qatlamida, ko'z guhurida yo'shirib bo'lmaydigan bir xil qayg'u iqini mavj urib turadi. Darvaqa darvishlarning la'natiga qolgan 2 kundan buyon kepak darvish bir ilik etidan tushib, ko'rinarlik judab ketgan edi. Mana amdi u Oy Muhammadning so'zlari bilan xeyli mag'duriga kelib qoldi. Heliqi qabohatlik oqshamdan beri bo'libmi mozor mashoyiq tunakxona xonaqalarning hammasini orlab chiqibmi hamrohlarini topolmagandan beri u o'zini poyonsiz cho'ldagi yigani kabidak, boyovon o'tirsidagi yolg'iz ko'chatdek his qiladigan, kun tun joynamozdan tushmay echinishliq uradigan bo'lib qolgan edi. Darhaqiqat u darvish ulfatlarini qiyomatlik qerindishim deb biladi. Tuqqandan chora yaxshi ko'radi. O'ziga ishongandek ishonadi, ularsiz yashashni aslo tasavvur qila olmaydi.
Müriti kelsa, ular uchun o'lib berishga murrasi edi. Lekin uning yaxshi ko'ngli sadoqati bir oqshomdala ko'pikka aylandi. Ular uni ko'ni choponni arzimas xasini tashlab etgandek tashlab ketishdi. Biror darvishni mana mushundoq tashlab ketish, uni ko'zga ilmaslik darvishlar to'pining ozg'un, tuzkur a'zosiga beradigan eng og'ir, eng qaqshatqush jazosi ekanligi uningga ayon edi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, qismat tarafidan bir umr o'gaylangan kepak darvish endi taqdirdoshlari tarafidan muyaklandi. U yuragini yerib ko'rsatishga rozi edi-yu, yengni izlagandek izlabmu hamrohlarini hech yerdan topolmadi. O'z to'pidan ayrilgan tanho qushdek qiyqas soldi. Onasidan ayrilgan yetim qo'zidek tengirqadi. Umid yepi churt uzilganda bo'lsa, beshini solgan peti Oy Muhammadlarnikiga qaytib keldi va bu so'g'idan otlamayla kichik boladek ho'ngrab yig'lavatdi. Uning bu yig'isi shunchalik alamlik va shunchalik echinishlik ediki, malomat o'qida shikastlangan qeri arslanning nidosiga o'xshaydi. Bu nida uning og'zidan emas, yuragining eng chunqur qatlamidan etilib chiqib-o'tadi. Kepak darvish 2 kungacha joy namozdan tushmadi. Oshiqning visolidan mahrum bo'lgan Majnundek urdi. Yemidi, ichmadi. Tirik tanimi qurdi yetadigan tomuz kechalari bo'lishiga qaramay, shamdan tonggacha zinhor kirpik qoqmadi. Bu hol Oy Muhammadni oldirtib qo'ydi. Agar mushundoq ketaveradigan bo'lsa, 60 yoshdan halqagan. O'ruqlab 10 jinining biri qolmagan kepak darvish sajdaga bosh qo'yganda o'rnidan tura olmasligi, hatto kutilmagan qazoga mubtalo bo'lishi mumkin edi. U chaqda qancha yig'izar qilgan bilanmi bu mo'ysipitni tirildirgili bo'lmaydi. Shunga u ikkinchi kunila kasna ish qabul qilishni cho'rtli to'xtatdi-da, do'konini taqib darvishning holidan xabar elishga boshladi. Kepak darvish umrida o'ylanib boqmagan edi. Oilaning xotin kishining qanday bo'ladiganligini oncha bilib ketmasa-mu, lekin bola mehrini o'ziga tushliq his qila oladi. U onu qushning bolalarini kayniga silib, bosh ustidan uchib o'tganini, to'g'ularning chujilarga dan tatlab berayotganini, kolalarning muzeyini arkiltib yalayotganini talay qaytimlab ko'rgan va bola mehri deganning qandoq bo'ladiganini oncha-muncha qiyos qilgan edi. Ani shundoq chog'larda u mening bolam bo'lsa, o'sha qushlardek nelarga elib borsam degandek tatli xiyollar bilan bir hozagacha mas bo'ladi-da, tuyuqsiz ko'zini echib, ushtek oqargan soqolini silab qo'yib, o'zicha kulib ketadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Oshkorlaydigan bir maxfiyatim bor. Davolayki, anlab, ko'nglingni saqla, lekin insijinga tinguchi bo'lma. Illa billah qasam ichamanki, hech kimga tinmayman. Buni nimishqa darvishlarga turtib qo'ymaymiz. Texi vaqti emas. Hozircha ular mendan xafa bo'lsa bo'laversin. Haqiqat hamon bir kuni oshkor bo'lmay qolmaydi. Ko'nglim bir qismini turdi darvish ota. Gül oyim qorong'i tushguncha qaytib kirman degan edi. Mana endi eg'ir yotqu bo'libmi qopti. Hech kerak demaydi-ya. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira